Assalomu alaykum, Jahongir bloger kanalining podpischiklari. Biz Yerlikqal'a tumani Bo'ston shahriga tashrif buyurdik, texnik ko'rik markazine. Kerimboy og'a, xizmatlar haqida, narx-navolar haqida bir tanishtirib o'tsangiz, xalqimiz bilsin. Assalomu alaykum hamma. Birinchi o'rinda texnik ko'rigimiz binosi, texnik ko'rikdan o'tish 100 ming so'm narx-navolari. Gidroispitaniya, balona davlina berib tekshirish, ochib yuvishimiz, metan balonniki 100 ming so'm, mashallanki, damas 130 ming so'm. Larguslar bo'ladigan bo'lsa 30lik balondan 70 ming so'mdan har bir shtuki. La bo'lan ekan 30lik balon bo'lsa 70 ming so'mdan har bir shtuki gidroispitaniya ishlanadi. Gidroispitaniya jarayoni faqat ichanda qog'ozini olib gayiga yuborishi addinli puli 70 ming so'm balonning o'zi o'pishi 2-3 farqi yo'q, ya'ni 70 ming so'mga yozib beriladi. Sug'urta 160 ming so'm. 5 odamgacha yozilsa bo'ladi, cheklovsiz 320 ming so'm. Sug'urtamiz. Sug'urta, texnik ko'rik, gidroispitaniya, gaz baloni ispitaniya ishlanadi, hamma dokumenti bitib chiqib ketadi. Liboy odamniki gesa sho'rda bitirib beramiz hammasini. Dushanbadan seshanbagacha ishlaydi ekan, soat 9 dan kechki 6 gacha kelaverasizlar.